men ta'tilda sariq devdim bilib yoki mana kitob o'qidim, bu kitobda mana voqealar yozilgan, men o'zimga mana shu xulosani chiqardim degan ma'noda o'sha bitta daftarga nima to'g'rimi? Yana kimdir sayohatga borishi mumkin, yana kimdir dam olgani oilaviy toqqa borishi mumkin, toqda ko'rgan narsalar, taassurotlarni yozsalarmi, kelib ta'tilda nima ish qildilarmi, yozgan taassurotlar esa o'shani ochiq nima qilasizlar, o'qib berasizlar. Hozir domla chiqib ketishdi va aytishdiki, meni ishdan bo'shatmoqchi ekan. Aldaganmi yo'q? Yo'q, domlalar. Ishdan bo'shatib yubormoqchi ekan. Men ertadan kelmayman ekan sizlarga. Ertaga kelmayman ekan, endi boshqa sinf rahbar qo'yar ekan sizlarga bitirish paytiga. 5-sinfdan qo'yadi, siz yangi sinf olasiz. Yo'q, ertadan kelmas ekanman. Sinfimizda yo'q, direktor bo'lganim yo'q. Shunchaki ishdan bo'shatib yuboryapti meni. Sinfimizda bir ikkita bolalar sho'xlik qilgani uchun kameraga tushib aldaganim yo'q. O'shanga ishdan bo'shatib yuboryapti. Ertaga sizlarga boshqa bitta o'qituvchi kirar ekan. Hujjat yozaman. 5 ga o'qiganman. Bugun oxirgi kunimiz bo'lishi mumkin sizlar bilan. Boshqa o'qituvchi bitkazaveradi, maylimi, xafa bo'lmaysizlarmi? Desam hazır. Hazırlaşdım, shunchaki sizlar bilmoqchi edim, xolos sinamoqchi edim. Kechiringlar, qattiq hazırlaşdim oxirgisida. Shunchaki sizlar bilan xayrlashishim og'ir bo'lyapti rostdan ham.